Do'stlar, mana bu videoni Instagramda ko'rgandirsizlar. Agar mana shu videoga Jahongir Latipov kommentariy yozsa, meni ustozim Andijondan Toshkentga Salom restoraniga olib borar ekan. Kichkina bola shu video qilib chiqdi. Jahongir Latipov kommentariy qoldirsa, postimda restoranga kelib salomada ujin qilaman debdi. Kommentariy qoldirdim. Kommentariy 10.500 ta like yig'ibdi kommentariyni o'zi. Postidan ko'p like bordi. Xullas, eng qizig'i mana shu bola ustoz bilan keldi. Qatdan sizlar endi? Jondan keldik. Bu mana ustozlar ekan, bu mana shogird ekan. Bolalar pul yig'ib Andijondan poyezdda shu Salomaga aytganini qilishga mana ujinga kelishdi. Lekin voy dedim, to'xtalaring dedim. O'zim kutib olaman. Hech qanaqa xarajat kerak emas. Mazza qilib o'tirib, motivatsiya olib ketaverdim. Jahongir akaning oldiga Andijondan Toshkentga keldik. O'zi bizga yozdi, lekin hech kim ishonmaganda bizni kutib olishiga mana hozir kelib salomada o'tiribmiz Jahongir aka bilan yaxshi niyat bilan keldik. Akamiz o'zi bizni mehmon qilyapti. Bolalar bloger bo'lish orzusi bor ekan, omad tilab qo'yaman. Taniqli bo'lgan edi, unutib qo'ymasanglar bo'ldi bizani. Omad.